Assalomu alaykum, xonimlar. Pena blok qo'yish o'rinzor tomonda. Pena blok uchun mana bu narsa bor. Bu bizning konditsionerimizni boltini qotirishga bu konditsionerning boltlarini qotirishga mana teshik kichkinalik qiladi. Mana teshik standart. Buni kengaytiriladi. Kengaytirilsa bemalol sig'adi. Penani ichiga teshib, qoqib qo'yib, boltda qotirsa ham bo'ladi. Bular juda ham yaxshi ishlaydi degani emas. Yana bitta yo'li bor. Mana bunaqa narsa bor. Mana bunaqa bo'lib, buni olsa, kranshtaynga bu tomoni kiradi. O'rtada mana bunaqa narsasi bor. Pena kranshtaynga qo'ygandan keyin qoqib qo'yiladi, ichkariga torsa ham o'rtasi kattalashib qisib qoladi. Hozir o'sha narsani qilamiz hozir. Bu yerga kranshtaynni mana kranshtayn joyini ochib olganmiz. Hozir bu o'rtasini teshigini teshib yuboramiz endi. Deb o'y, pena-ku bu juda oson bu. Mana. Bu pena bo'lganiga juda oson ketadi. Yo'l ochib qo'ydik mana. Mana endi ikkinchisiga ham ikkita bersak yetar. Hozir bunga endi hammasiga qotiramiz hozir. Buni olamizmi? Uzoqroqda. Olamiz bungacha. Uzoqroqdan olsam men ham ko'rdim, men ham faqat yiqilib tushma patolog ko'rinib qoladi. Ana, ikkita narsasini qo'yamiz. Ikkita qo'ysa yetadi. Bu kranshtayn bitta yopishib olgandan keyin unaqa narsani tashlab yuboradigan narsa emas. Bu mahkam yopishib qoladi. Bu o'qlar ko'p ekanmi? Teshib qo'yamiz. Ikkitasiga boltini beramiz. Pena bo'lgani uchun. Penaga haligi gazoblok deydimi? Yumshoq narsada barmog'ingiz bilan botirsangiz ham barmog'ingiz kirib ketadi bunga. Shuning uchun mana shunaqa narsalar qilish kerak.